Akalar bitta ko'rib maza qilayman. Pastki qismi metall cherpitsa bo'lgan. Master modeldan, Master tomdan kelgan tankalarimiz. Latoga bir xil tushganiga e'tibor bering akalar. Ish sifatini qaydan bilamiz deb ko'p savollar bilan yuzlanishadi. Mana oldini qarani, latokka bir xilda tushgan. Ko'pchilik ustagalarimiz shuni qo'chirib yuborishadi, bir tomonga qiyshaytirib yuborishadi. Mana pastdan burchoqdan chiqqan kanyoyimiz ham ikki tomonga tunikofon tagidan ham yurgan. Shular ham juda ajoyib o'chadi. Tunikofonimiz ham avval bo'lgan, Tiago'li bo'lgan. Eurocarnis. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.